insonni insoniylikdan chiqarib yuboradigan narsa insonning nafsi bo'ladi. Hamma harom ishlarga kirishlik nafsga qul bo'lishlikdan bo'ladi. O'g'rilik qiladigan nafsiga quloq soladi. Shuni deydi, shunday qilsang osongina pulli moli dunyoni kirgizasan qo'lingga deydi. Zino qiladigan ham shahvatiga beriladi, nafsiga beriladi. Alloh taolo qilma degan ishga qadam bosadi, uni orqasidan balosi kelaveradi keyin. O'sha zinoni kasofatini ko'raveradi. Nimaki gunoh bo'ladigan bo'lsa, bunday o'ylab aql bilan qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo qaytargan narsani nafs xohlaydi. Nafs xohlaydi. Qarangki, Allohning karomatini, jannatni Alloh taolo nafsga yoqmaydigan mashaqqatlar bilan o'rab qo'ygan ekan. Qaytaraman. Jannatni Alloh taolo nafsimizga yoqmaydigan mashaqqatlar bilan, bamisoli tikanaklar bilan o'rab qo'yilgan. Undan o'tishlik uchun biza nafsimizga zarba berishimiz kerak. Uni xohishlaridan qaytarishimiz kerak. Nafsimiz tortgan narsadan o'zimizni tiyishligimiz kerak. Jannatga kirish oson emas ekanda. Jannatga kirishlik uchun o'zimizni nafsimiz bilan kurashishimiz kerak. O'sha nafsimizni ichida bizani eng katta dushmanimiz bo'lgan shayton kirib olgan ichiga. Shaytonni joylashgan joyini ham qarang-da. U qon tomirimizda yuradi. Qon endi qayerda yo'q, ayting qani. Hozir mana shu barmog'imni uchun shunday tissam, shu yerdan qon chiqadi. Boshimni tepasini tissam, qon chiqadi. Oyog'ini, barmog'ini takini tissangiz ham qon chiqadi. Qon degan narsa insonning hamma joyida bor-da. Qon bilasizlarmi, qayer ishlab chiqaradi uni? Bilamiz. Uni qalb ishlab chiqaradi. Qalb, o'sha nasosi qalb. Qonni aylantiradigan narsa qalb, yurak bo'ladi. Ana endi shaytonki alayhi la'na, unga Allohning la'nati bo'lsin. U hamma joyimizda ekanda, u ichimizda ekanda u. Mana shu nafsimiz orqali kelib hammamizni nima qiladi? U vasvasa qiladi. Xayol qilamiz, o'ylaymiz. Bilingki, o'ylayotgan narsangiz Alloh taoloning diniga, harom narsaga, buzuqchilikka, gunohga, ma'siyatga ketyaptimi? O'sha xayol shaytoniy xayol bo'ladi. U nafsiy xayol bo'ladi. Undan voz kechishlik biz uchun ilm bilan, Qur'on bilan, payg'ambar alayhisolatu vassallamning muborak hadislari bilan biz to'xtashligimiz kerak. Nafs xuruj qilib shu ishni qil deyotgan vaqtida Robbimizga quloq solishimiz kerak, Rasulullohning ko'rsatmalariga amal qilishligimiz kerak. Nima deydi? Mana shu ishni qil deyapti. Nafsim shu narsani xohlayapti. Robbim nima deydi? Rozimi, norozimi? Ana shu narsa. Robbimizni aytganini qilib, nafs xohishidan voz kechadigan bo'lsak, nafs sinadi keyin. Iloji yo'q, sinadi u. Uni sindirishlik uchun ulkan iymon kerak. Mana shu Ramazon oyi ana shu nafsimizni boshiga uradigan oy. Hozir chanqasak, hech kim ko'rmaydigan uyda bemalol yolg'iz qolgan vaqtimizda maza qilib suvni ichib olsak, kim ko'ryapti, ayting? Hech kim ko'rmaydi. Bizni nima to'siyapti? Bizni Alloh to'siyapti. Alloh ko'rib turibdi-ku, kimni allayapsan deysizda, nafsizga aytasiz. Nafsiz aytayapti, siz chanqab ketdingda borib iymoningiz aytadiki, sen ro'zadorsan, ro'za tutgansan, Ramazon oyidasan. Hozir suv ichadigan bo'lsang, ro'zang buzilib qoladi. Keyin Allohning oldiga gunohkor bo'lasan. Kimni allayapsan degan narsa keladi-yu, qarang, iymoningiz o'sha narsani to'sadi. Bu ro'zadan keyin ham mana shu nafsimizda ana shunday tiyishlikka bizga quvvat berilgan. Rasulullohning sunnatlaridan, Allohning kalomidan o'qib, o'rganib, nimaki qaytarilgan bo'lsa, Alloh ko'rib turibdi-ku, buni qilmasligim kerak deb to'xtaydigan bo'lsak, la'allakum tattaqun degan oyat, shoyatki taqvodor bo'lsangizlar degan oyatni inshaalloh amalga oshirgan bo'lamiz va taqvodorlardan bo'lgan bo'lamiz.